Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va ustozlar. Bugungi mavzumiz umurtqalilarning qon aylanish sistemasi. Tanishamiz. Umurtqali hayvonlar tana haroratini saqlash va atrof muhit haroratiga bog'liqligiga ko'ra ikkita asosiy guruhga bo'linadi. Sovuqqonli hayvonlar va issiqqonli hayvonlar. Sovuqqonli hayvonlar tana harorati doimiy emas, atrof muhit haroratiga bog'liq holda o'zgarib turadi. Ya'ni havo harorati oshib ketsa oshadi, tushib ketsa karaxt holatga o'tadi. Ya'ni ularning tana harorati ham o'zgaruvchan bo'ladi. Ulardan moddalar almashinuvi sekin kechadi. Vakillari baliqlar, suvda va quruqlikda yashovchilar, ya'ni amfibiyalar va reptiliyalar hisoblanadi. Issiqqon hayvonlar tana harorati doimiy va tashqi muhit haroratiga bog'liq bo'lmagan holda bir xil saqlanadi. Yuragi 4 kamerali bo'lib, moddalar almashinuvi juda yuqori darajada kechadi. Vakillariga qushlar va sutemizuvchilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ushbu rasmlar bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Sovuqqonli hayvonlar hamda issiqqonli hayvonlar juda chiroyli rasmlarda ifodalab o'tilgan. Keling, video darsligimizning mana shu joyida kanalimizning rivojlanishi uchun obuna bo'lib qo'ying. Ushbu video darslik haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib keting va kanalimizning rivoji uchun like bosib qo'yishingizni so'rayman. Davom etamiz. Xordali hayvonlarning qon aylanish sistemasi yopiq bo'ladi. Yopiq qon aylanish sistemasi lansitnikda qon faqat tomirlar bo'ylab o'tadi. Tana bo'shlig'iga chiqmaydi. Yuragi yo'q. Lansitnikda haqiqiy yurak bo'lmaydi. Yurak vazifasini qorin qon tomiri va jabra tomirlarining ritmik qisqarib turishi bajaradi. Ular qonni butun tanaga haydab beradi. Qorin qon tomiri orqali venos kislorodga kam, ya'ni kislorodga to'yinmagan qon jabralarga qarab oqadi. Jabra tomirlarida qon kislorod bilan boyib, arterial qonga aylanadi. Orqa qon tomiri orqali boyitilgan arterial qon, ya'ni kislorodga to'yingan arterial qon butun tana a'zolariga tarqaladi va a'zolardan yana qorin qon tomiriga qaytib keladi. Ushbu rasmda demak lansitnikning qon aylanish sistemasi tasvirlangan, tanishib o'tishingiz mumkin. Baliqlarning qon aylanish sistemasi lansitnikniga qaraganda murakkabroq, lekin boshqa umurtqali hayvonlarga nisbatan sodda tuzilgan. Yopiq qon aylanish sistemasi. Albatta baliqlarda ham mana shunaqa holatda uchraydi. Demak, qon faqat tomirlar va yurak ichida oqadi. Tana bo'shlig'iga chiqmaydi. Bitta qon aylanish doirasiga ega baliqlarda qon butun tana bo'ylab faqat bir marta to'liq aylanib chiqadi. 2 kamerali yurak. Baliqlarning yuragi tana o'lchamiga nisbatan kichik bo'lib, ikkita kameradan iborat. Bo'lmacha venos qonni qabul qiladi, qorincha qonni jabralarga qarab haydaydi. Qonda kislorodning boyishi. Yurakdan chiqqan venos kislorodga kam to'yingan qon jabralarga boradi. Jabralarda qon suvdan kislorodni olib, karbonat angidrid chiqaradi va arterial qonga aylanadi. Arterial qon orqa aorta tomiri orqali butun tana a'zolari va to'qimalariga tarqaladi. Ushbu rasmda baliqning qon aylanish sistemasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Albatta, ushbu rasmlarni yaxshilab tanishib, esingizda yaxshi qoladigan darajada bilib olguncha videoni pauza holatiga keltirib, bemalol shoshilmasdan tanishib o'tishingiz mumkin. Amfibiyalarning qon aylanish sistemasi baliqlarnikiga nisbatan murakkablashgan bo'lib, bu ularning quruqlikda o'pka orqali nafas olishga o'tishi bilan bog'liq. Demak, amfibiyalarda 3 kamerali yurak bor ekan, ularning yuragi 3 ta kameradan iborat. Bitta demak qorincha, ikkita bo'lmacha, ya'ni o'ng va chap bo'lmachadan iborat. O'ng bo'lmachaga butun tanadan keladigan venos qon, ya'ni karbonat angidridga boy qon quyiladi. Chap bo'lmachaga o'pkadan keladigan arterial qon, kislorodga boy, demak bu ham kislorodga to'yingan qon hisoblanadi. Qorinchada esa o'ng va chap bo'lmachalardan tushgan qon qisman aralashadi. Demak, ikkita qon aylanish doirasiga ega, katta qon aylanish va kichik qon aylanish.
Katta qon aylanish doirasi qorinchadan boshlanadi, butun tana a'zolarini aylanib, o'ng bo'lmachaga quyiladi. Tana a'zolarini oziq modda va kislorod bilan ta'minlaydi. Kichik qon aylanish doirasi, demak, qorinchadan boshlanadi, bu ham o'pka va teriga boradi hamda chap bo'lmachaga kelib quyiladi. Bu doirada qon kislorod bilan boyiydi, ya'ni kislorod bilan to'yingan holatda bo'ladi. Terida nafas olishning o'rni. Amfibiyalar faqat o'pka bilan emas, bilamiz, ular suvda yashaganligi uchun terisi orqali ham nafas oladi. Terida kislorod bilan boyigan qon ham venalar orqali yurakning chap bo'lmasiga keladi. Tana a'zolarining qon bilan ta'minlanishi. Tana a'zolariga aralash qon boradi, faqatgina bosh miyaga kislorodga ega boy arterial qon yo'naltiriladi. Ushbu rasmda demak baqaning qon aylanish sistemasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Reptiliyalar yoki sudralib yuruvchilarning qon aylanish sistemasi amfibiyalarnikiga qaraganda takomillashgan bo'lib, ular to'liq quruqlikda yashashga moslashgan. 3 kamerali yurakka ega, 2 bo'lmacha va bitta qorincha bo'lsa-da, qorinchasining o'rtasida chala to'siq paydo bo'lgan. Bu to'siq qorinchada kislorodli, ya'ni arterial va kislorodsiz venoz qonning amfibiyalardagiga qaraganda kamroq aralashishini ta'minlaydi. Istisno bitta ma'lumot bor, timsohlarning yuragida bu to'siq to'liq rivojlangan va ularning yuragi 4 kamerali bo'ladi. Ikkita qon aylanish doirasiga ega katta va kichik. Demak, katta qon aylanish doirasi qorinchadan chiqib, butun tana a'zolarini qon bilan ta'minlaydi va o'ng bo'lmachaga venoz qon bo'lib qaytadi. Kichik qon aylanish doirasi, demak, qorinchadan faqat o'pkalarga boradi. O'pkada qon kislorod bilan boyib, chap bo'lmachaga qaytadi. Faqat o'pka orqali nafas olish. Amfibiyalardan farqli ravishda reptiliyalarning terisi quruq va tangachalar bilan qoplangan. Shuning uchun ular terisi orqali nafas olmaydi. Qon faqat o'pkalarda kislorodga boyiydi. Tana a'zolarining qon bilan ta'minlanish. Tana a'zolariga kamroq aralashgan qon boradi, lekin bosh miyaga doimo toza arterial qon yo'naltiriladi. Ushbu rasmda demak kaltakesakning qon aylanish sistemasi bilan tanishib o'tishingiz mumkin. Qushlarning qon aylanish sistemasi sudralib yuruvchilarnikiga nisbatan juda mukammal va yuqori darajada rivojlangan. Ular issiqqonli hayvonlar hisoblanadi. Demak, ularda 4 kamerali yurak paydo bo'lgan. Qushlarning yuragi 4 ta kameradan iborat bo'lib, 2 bo'lmacha va 2 qorinchadan iborat. Yurakdagi to'liq to'siq arterial kislorodli va venoz karbonat angidridli qonni bir-biridan to'liq ajralgan holda ko'rishimiz mumkin. Qon hech qachon aralashmaydi. 2 qon aylanish doirasiga ega katta va kichik qon aylanish doirasi. Keling, katta qon aylanish doirasi bilan tanishib o'tamiz. Katta qon aylanish doirasida chap qorinchadan o'ng aorta ravog'i orqali arterial qon chiqqan holda butun tana a'zolariga va bosh miyaga boradi. Tana a'zolaridan venoz qon bo'lib, o'ng bo'lmachaga qaytadi. Kichik qon aylanish doirasi o'ng qorinchadan venoz qon o'pkalarga borib, kislorod bilan boyiydi va chap bo'lmachaga arterial qon bo'lib qaytadi. Demak, qushlarda aynan jadal qon aylanishini sababi qushlarning yuragi tana hajmiga nisbatan juda katta va o'ta tez uradi. Bu parvoz paytida muskul va a'zolarning ko'p miqdorda kislorod va oziq moddalar bilan uzluksiz ta'minlanishi uchun juda zarur. Ushbu rasmda demak qushlarning qon aylanish sistemasi bilan videoni pauza holatiga keltirib, tomosha qilib tanishib o'tishingiz mumkin. Davom etamiz. Yuzuvchilarning qon aylanish sistemasi umurtqali hayvonlar orasida eng mukammal tuzilgan bo'lib, qushlarniki kabi issiqqonlilikni ta'minlaydi. 4 xonali yurak, ya'ni 4 ta kamerali yurakka ega, yurakda 2 bo'lmacha, o'ng va chap va hamda 2 qorincha, o'ng va chap qismlardan iborat. Yurak ichidagi to'liq devor arterial, ya'ni kislorodga boy, venoz karbonat angidridga boy qonni butunlay ajratib turadi. Ular hech qachon aralashmaydi, xuddi qushlarning yuragiga o'xshash. 2 qon aylanish doirasiga ega sutemizuvchilar ham katta va kichik qon aylanish doiralari. Katta qon aylanish doirasi bilan tanishamiz. Chap qorinchadan chap aorta ravog'i orqali arterial qon chiqib,
butun tana a'zolari, to'qimalari va bosh miyaga boradi. U yerdan venoz qon bo'lib, o'ng bo'lmachaga qaytadi. Qushlarda o'ng aorta ravog'i bo'lsa, sutemizuvchilarda esa e'tibor berib keting, chap aorta ravog'i bo'ladi. Mana shu joyda farq qiladi. Kichik qon aylanish doirasi bilan tanishamiz. O'ng qorinchadan venoz qon o'pkalarga boradi. O'pka pufakchalarida qon kislorodga boyib, chap bo'lmachaga arterial qon bo'lib qaytadi. Qon hujayralari, sutemizuvchilarning qizil qon hujayralari, ya'ni eritrositlar bilamiz, yadroga ega emas va ikki tomoni botiq shaklida bo'ladi. Bu ularga ko'proq kislorod tashish imkonini beradi. Issiq qonlilik va moddalar almashinuvi, qonning aralashmasligi va kislorodning to'qimalarga yetarlicha yetkazilishi tufayli moddalarning almashinuvi juda tez amalga oshadi. Natijada sutemizuvchilarning tana harorati doimiy va tashqi muhitga bog'liq bo'lmaydi. Ushbu rasmda demak sutemizuvchilarning vakilini qon aylanish sistemasi keltirilgan, tanishib demak o'tishingiz mumkin. Bugungi mavzumiz qisqacha mana shu ma'lumotlardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.